Assalomu alaykum. Demak, Essential Grammar in Use, ya'ni Red Murphy darslari davom etadi. Bugungi darsimiz 54-unit. I went to the shop to. Men demak do'konga bordim, biron narsa qilgani, biron narsa demak olgani degan shu gapdagi grammatika bilan tanishar ekanmiz. Boshladik demak. A bo'limdan boshlaymiz. Paula wanted a newspaper, so she went to the shop. Paula demak gazetani xohlabdi, ya'ni gazeta o'qishni. Demak u do'konga bordi. O'tgan zamondagi gap. Gazeta xohladi va do'konga bordi deyapti. Ma'nosi shunaqa. Why did she go to the shop? E'tibor beringlar, savol so'rayapti. Nimaga u do'konga bordi? Nimaga u do'konga bordi? O'tgan zamonda demak gap tuzilyapti. Borgan edi yoki. Javobida bo'lsa to get a newspaper. E'tibor bersanglar, infinitiv bilan gap tuzyapti. Ya'ni newspaper olgani, gazeta olgani deyapti. Albatta get olish ma'nosida kelyapti. Newspaper olgani bordi degan ma'noda kelyapti. To get a newspaper savolga javob beryapti. Ya'ni why degan savolga javob bo'lyapti. Ya'ni nimaga u yerga bordi? Nima maqsadda bordi? Javobida to get a newspaper. Ya'ni gazeta olgani. Tushunarligi? Xuddi shu grammatikani o'rganamiz. She went to the shop to get a newspaper. U do'konga bordi to get a newspaper. Ya'ni biron narsa qilgan. Ya'ni kimdir biron narsani bajaradi, biron narsa qilish uchun. Tushunarligi? Shu grammatikani o'rganamiz. Xo'p, to'dan keyin biror bir fe'l qo'yamiz deyapti. Misol uchun istagan fe'l bo'lishi mumkin. Faqatgina infinitiv shaklda. Misol uchun tells deyapti, shu grammatika. Ya'ni tepadagi o'qigan grammatikamiz, examplelarimiz aytadiki, tushuntiradiki, qoida tells us bizga aytadiki why a person does something. Nimaga biror bir shaxs biror narsani bajaradi. Demak, shu grammatikalar bilan tuzilgan gaplar aytadiki, nimaga biror bir odam biror narsani bajaradi. Nimaga bu odam bajardi? Sababi u nima qilgani. Nimaga shopga bordi, magazinga bordi. To get a newspaper, ya'ni gazeta olgani. Demak, gazeta olgani degan gap shu, to get a newspaper. Tushunarligi? To get degani olgani degani. Tushunarligi? Misol uchun bu examplelarda o'qiymiz. Why are you going out? Nimaga tashqariga chiqib ketyapsiz? Why are you going out deb savol so'rayapti. To buy some food. Biroz demak biror bir ovqat olgani degani yoki biroz ovqat olgani deyapti. To buy some food. Nimagaligini aytyapti. Tushunarligi? Why a person does something. Nimaga o'sha odam biror narsani qiladi demoqchi yoki biror bir shaxs biror bir narsani bajaradi. Bu yerda sabab o'sha ovqat sotib olgan deyapti. To buy something. Tushunarligi? To buy something demak bu yerda infinitivli fe'l bo'lyapti. Catherine went to the station to meet her friend. Catherine went to the station to meet her friend. Catherine stansiyaga bordi, ya'ni vokzalga o'rtog'i bilan uchrashgani. Why a person does something. Nimaga Catherine u yerga bordi? Sababi to meet her friend. O'rtog'i bilan uchrashgan. Catherine subject went to the station. Bordi verb, ya'ni o'tgan zamondagi to station to'ldiruvchi bo'lyapti. To'ldiruvchidan keyin biron narsa qilgani. Biror kim bilan uchrashgani. Biror narsa sotib olgani, biror kimni ko'rgani, biror narsa olgani, biror narsani o'rgangani bo'lishi mumkin. Demak, biror bir fe'l qo'yaverasiz, to'dan keyin infinitiv shaklda maqsadni ifodalash uchun ishlatiladi. Tushunarligi? Bitta maqsad uchrashish o'rtog'i bilan. Sue turned on the television to watch news. Sue turned on television to watch news. Sue televizorni yoqdi yangiliklarni ko'rish uchun yoki ko'rgani. Yoki Sue yangiliklarni ko'rgani televizorni yoqdi. Ko'rish uchun televizorni yoqdi desak ham bo'ladi. Maqsad why Sue demak televizorni yoqdi deymiz. Tushunarligi? Nimaga Sue? Why Sue turned on television. Tushunarligi? Hop. I'd like to go to Spain to learn. I'd like to Spain to learn. To learn Spanish. To'g'ri. I'd like to go to Spain to learn Spanish. Men Ispaniyaga ispan tilini o'rgangani bormoqchiman.
yo borishni xohlayman. Men Ispaniyaga ispan tilini o'rgangani borishni xohlayman deyapti. I'd like, I would degan o'zi to go to Spain, biron joyga borish. Maqsad nima? To learn Spanish. Demak, maqsad to learn Spanish bo'lyapti. Infinitiv shaklda. Money, time, to. Xo'p, demak, money bilan time to ni ham gapda ishlatamiz ekan. To do something, biron narsa bajargan. We need some money to buy food. Bizga biroz pul kerak, ovqat sotib olgani. Pul kerak bizga biroz, ovqat sotib olgani. Ya'ni pul kerak. We need some money to buy some food. Demak, pul bu yerda to'ldiruvchi, to buy ovqat. Demak, to buy infinitiv bo'lyapti. I haven't got time to watch. Vaqtim yo'q. To watch television. Ya'ni maqsad nima? Televizor ko'rgani. Vaqtim yo'q meni televizor ko'rgani deb gap tuzyapmiz. Tushunarligi, qanday yasalishlar buni? Biror bir why a person does something nimaga? Biror bir odam biror narsani bajaradi. Tushunarligi. Endi B bo'limga o'tamiz. B bo'limda demak to bilan gap tuzish yoki for predlogi bilan preposition bilan yoki gap tuzishni o'rganamiz. Ikkalasini farqi asosan. Xo'p, biz bilamiz to'dan keyin fe'limiz infinitiv shakli keladi. Ya'ni to'dan keyin asosan verb keladi, lekin fordan keyin noun kelar ekan. Misol uchun to get biron narsani olgani, to see ko'rgani. Example, I went to the shop to get a newspaper. Men do'konga bordim. Demak, gazeta sotib olgani. Tarjimani qaranglar. Men do'konga bordim. I went to the shop to get a newspaper. To'dan keyin verb kelyapti. Not forget deyapti. Ya'ni biz to'ni o'rniga for'ni qo'yib gap tuza olmaymiz bu yerda deyapti. Sababi verb kelyapti to'dan keyin. Demak, verb kelgani uchun biz to'ni qo'yamiz. Endi shu gapimizni demak for bilan ham tuzsak bo'ladi, lekin sal boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun I went to the shop. Ko'rsanglar, birinchi qismi bir xil, shopgacha, bu yerda ham bir xil, ikkalasi bir xil. I went to the shop for a newspaper. Men demak gazetaga do'konga bordim. Ya'ni gazeta uchun do'konga bordim. I went to the shop for a newspaper. Bu yerda olish uchun, ya'ni ish harakati uchun, bu yerda o'sha narsa uchun deyapti. Tushunarligi? To'dan keyin ish harakat kelyapti. Why a person does something formulasi bu yerda tushyapti bitta. For a noun, ya'ni ot mana newspaper kelyapti fordan keyin. For a newspaper for food bo'lishi mumkin ekan. Demak, xulosa shuki, biron bir narsani qilamiz, to deb turib fe'l qo'yamiz, biron narsani qilamiz, biror bir narsani bajaramiz, for deymiz, undan keyin biror bir ot qo'yamiz. Tushunarligi? Ot qo'yamiz, fe'l emas. Bu yerda ham newspaper ot bo'lyapti. They are going to Brazil to see their friends. They are going to Brazil to see their friends. Ular Braziliyaga ketyapti, do'stlarini ko'rgani. Buni ham uchun deb talaffuz demak tarjima qilsak bo'ladi. Ular Braziliyaga do'stlarini ko'rish uchun ketyapti desak ham bo'ladi. Tarjimasida demak farqi yo'q. Lekin gapni yasalishi demak to bilan bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa they are going to Brazil for a holiday. Ular Braziliyaga ta'til uchun ketyapti. Ular Braziliyaga ta'til uchun ketyapti. To'dan keyin biz nima qo'ydik? Fe'l qo'ydik. Fordan keyin nima qo'ydik? Noun qo'ydik. We need some money to buy food. We need some money to buy food. Bizga pul kerak. Nima qilgani? To buy food. Ovqat sotib olgani. To'dan keyin nima qo'ydik? Ot qo'ydik. To'dan keyin fe'l qo'ydik. Uzr so'rayman. Endi keyingisi we need some money. Bizga pul kerak. We need some money. Bizga qancha pul kerak? Biroz pul kerak yoki hop for food. Endi ovqat uchun deyapti. Ovqat sotib olish uchun emas, sababi fordan keyin fe'l kelmaydi. Fordan keyin nima keladi? Ot keladi. Demak, biz o'rgandik, biron narsa bajaramiz, biron narsa qilgani. To deb turib o'sha fe'lni aytamiz. Biron narsa bajaramiz, biror joyga boramiz yoki bizga kerak bo'ladi, for deb turib noun qo'yamiz. Tushunarligi? Farqi shu. Shu narsani adashtirib olmanglar. Ko'plar sababi ikkalasini chalkashtirib yuboradi. Demak, to'dan keyin verb ing qo'yib yuborish mumkin yoki to'dan keyin noun qo'yib yuborish mumkin. U xato. Biz noun qo'ymoqchimizmi? Demak, for qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tushunarligi? For keyin noun qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi C bo'limiga o'tamiz. Wait for kutish degan ma'nosi kelyapti. Please wait for me. Meni kut degan. Please wait for me. Meni kut. Bu yerda ham ko'ryapmiz.
biror ish bajarilyapti, ya'ni please wait deyapti. For deb turib noun qo'yapti, me deyapti. Tushunarligi? Meni kutmada me to'ldiruvchi ham bo'lyapti. Are you waiting for the bus? Are you waiting for the bus? Gapimiz qaysi zamonda? Present continuous albatta. Tarjimasi avtobusni kutyapsizmi? Avtobusni kutyapsizmi? Waiting fe'l bo'lyapti. For deb turib noun qo'yapti, ya'ni the bus. Tushunarligi? Wait deb turib endi to deyapti. To qo'ygandan keyin nima bo'ladi? Fe'l bo'ladi. Sababi bu formulaga tushish kerak. Hurry up, shoshiling, tezroq bo'ling yoki I'm waiting to go. I'm waiting to go. Men ketishni kutyapman. Ketishni kutyapman. Ya'ni ketishni kutyapman. Ya'ni tezroq ketishim kerak degan ma'noda. I'm waiting to go. Hop, are you waiting to see the doctor? Are you waiting to see the doctor? Hop, doktorni ko'rishni kutyapsizmi? Waiting to deb turib fe'l qo'yapmiz. O'sha fe'limiz va infinitiv shaklda bo'ladi. Tushunarligi? Asosiy fe'limiz gapni zamonini bildiradi. Asosiy fe'limiz nima? Wait, ing qo'shildi. Qaysi zamonda? Continuous zamonda. Va infinitiv fe'limiz bo'ladi. To emas. For emas. For bo'lsa nima keladi? Noun keladi. Misol uchun bu yerda endi to bilan ham yasasa bo'ladi, for bilan ham yasasa bo'ladi. Ikkalasini birlashtirib olsa ham bo'ladi. Quyidagi shaklda deyapti. Misol uchun wait for somebody yoki something, kimnidir yoki biron narsani kutish, to deb turib fe'l qo'yamiz. Tushunarligi? Bu formula bilan bu formulani endi birga qilyapti, ya'ni qo'shyapti. Misol uchun the lights are demak chiroq qizil yondi, ya'ni svetoforda chiroq qizil yondi deyapti. Hop, you have to wait for them to change. Siz ularni, ya'ni chiroqni o'zgarishini, ya'ni boshqa rangga o'tishni kutishingiz kerak bo'ladi deyapti. Endi qaranglar, bu yerda wait for something, ya'ni something batda svetoforda chirog'i, rangi, tushunarligi? Something narsa ma'nosida kelyapti, jonsiz narsa. To change batda fe'l bilan kelyapti. Demak, ko'ramiz bu yerda you have to wait, kutishingiz kerak, bir narsa qilishingiz kerak. Biror bir narsani, biror bir kimni biror narsa bo'lishiga, tushunarligi? Biror bir narsaga o'tishiga, biror narsani o'zgarishiga degan ma'noda kelyapti. You have to wait for them, ya'ni you have to for lights yoki to change, o'zgarishni kutishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun are you waiting for the doctor? Doktor batda somebodyga teng bo'lyapti, kimdirga, ya'ni jonli shaxsga. To come. Are you waiting for the doctor to come? Demak, doktorni kelishini kutyapsizmi? Demak, doktorni yoki kelishini kutyapsizmi deyapti. Ya'ni waiting for somebody to come, to something, to do something. Tushunarligi? To do something. Bu yerda for dan keyin noun qo'ydik, ya'ni noun bo'ldi. To dan keyin nima qo'ydik? Verb qo'ydik. Va verbni qaysi shaklda? Infinitiv shaklida qo'ydik. Demak, sizlardan so'rab qolardik, shu qismini juda ham yaxshi o'rganishlaringni va bu qismini o'rganish oson bo'ladi. Bu qismlarni yaxshilab o'rganib olganlaringdan keyin va quyidagicha grammatika bilan, quyidagicha struktura bilan tuzilgan gaplar juda ham chiroyli gaplar bo'ladi ingliz tilida. Juda ham qanaqadir ya'ni boy, grammatikaga boy gaplar bo'ladi. Sababi endi siz oddiy gap tuzmayapsiz. Ya'ni I like ice cream degan yoki men ismim bunaqa degan yoki men aytaylik maktabga boraman degan gaplar tuzmayapsiz. Endi siz murakkabroq gaplar tuzyapsiz. Qanday qilib? To dan keyin verb qo'yib, demak for dan keyin noun qo'yib, ikkalasini birlashtirib turib, demak gaplar tuzishni o'rganyapsiz. Va demak sizlardan talab qilinadigan narsa bu mavzularni, bundan oldingi mavzularni yana bir bor takrorlab chiqishlarini xohlayman. Sababi bular juda ham muhim. Gap tuzgani, speaking uchun, demak writing uchun juda ham muhim deb o'ylaymiz. Sababi bu gaplar bilan siz kompleks yoki compound gaplar tuzgani yaqin qolasiz, bir qadam bo'ladi. O'sha gaplarni tuzgani, ya'ni murakkab, qo'shma murakkab gaplar tuzish uchun bu juda ham yaxshi, demak boshlang'ich ma'lumot, boshlang'ich demak fundament bo'ladi deb o'ylaymiz. Demak, aytganimizdek, bu mavzularni yaxshilab takrorlashlaringni, yaxshilab o'zlaring ham mustaqil gaplar tuzishlaringni xohlaymiz. Demak, exerciselarni bajarib, videomizni oxirigacha ko'rishlarini xohlaymiz. Demak, e'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'lingiz, omon bo'lingiz.